Ashtruvni bekor qilaman. 2 soat oldin. Yolg'on muhabbat. Yoshlarni tabriklaymiz, baxt tilaymiz. Amaki, Tabriklayman. Aka, nimaga qo'limni qisyapsiz, a? Amaki, yana opa sizga juda omadli kuyov topibdi. Buni hammasi qizalog'imizni ko'ngli ochiqligidan. Aka, o'tiring. Avval o'tirib olinglar. kelinglar. Ha, o'tiringlar. O'tiringlar. Qizim, yigitning oilasi kambag'al emas. Nimaga to'y dasturxoni, sovg'alar, hammasi seni hisobingdan? Dada, Joe Haudzi oxirgi yillar imtihonlarga tayyorgarlik ko'rdi. U ishlamadi, pulam deyarli topmadi. Shu vaqtgacha men unga yordam qildim, lekin o'z hurmatini saqlab qolish kerak. Buni oilasiga ayta olmaydi. Mayli, o'zing xohlagancha bo'lsin. Rahmat dada. Ha, aytingchi, hozircha qarindoshlariga aytmang. Hatto Joe Haudzining onasi bilan opasi ham hammasini u to'lagan deb o'ylashyapti. Yaxshi, seni tushundim. Voy, qanday baxtsizlik. Katta do'konlar mijozlarini aldashadi. Shartnoma shartlari esa oddiy xalqni ezib tashlaydi. Ona, Chiroyliroq oldingmi? yaxshi chiqdi. Hoziroq internetga qo'yib yuboraman. Xonim, iltimos, bunday qilmang. Biz tadbir uchun bezaklar ham, ovqat ham tayyorlab bo'lganmiz. Qanday qilib pulni qaytaramiz endi? Bu meni qiziqtirmaydi. Bugunoq pulni qaytarishingiz kerak. Qaytarishni istamasangiz ham baribir o'zimiz olamiz. Pulni qaytarmasangiz videoga olib internetga chiqaraman. Salom qizlar, bizni yana aldashdi. Mana shu mehmonxona City Log'da reklama qilinganda qaranglar nima qilib qo'yishganini. Aldab bizni pulimizni qaytarishmayapti. Hoy, nima qilyapsan? Nima, telefonimni tortib olmoqchimisan? Senga bir gap aytaymi? Endi tamomsan. Men aslida katta blogerman. 8000 ta obunachim bor. Hoziroq telefonni olib, video olishni boshlayman. Xonimlardan uzr so'rayman. Sizlarda yoqimsiz taassurot qoldirganimiz uchun kechirim so'raymiz. Pulingizni albatta qaytaramiz. Ha, shunday bo'lsin. Men tepaga chiqib kelaman. Tushganimda o'shanda qaytarasan pulni. Yaxshi. Aldamayapsanmi? Aks holda ustingizdan shikoyat qilaman. Obro'yingiz to'kiladi. Kuningiz xayrli o'tsin. Oyi, qayerda yuribsizlar? Vaqt bo'ldi, hamma shu yerda. Nega shoshilyapsan? Keldik-ku. Nima bo'pti shunga? Telefonni olmaysanmi? Yo'q, oyi. Keyin javob beraman, qo'yavering. Ha, mayli. Ketdik. Voy xudoyim, soat 11 da to'y boshlanadi deyishgandi, lekin vaqt bo'ldi-ku, kuyov hali ham kelmaganmi? O'zi keldimi? Kelmasa ham kerak. Yo'q. Ehtimol ushlanib qolgandir. Linyalar. Qo'ng'iroq Nima qilayotgan bo'ldi abonent o'zi? hozircha o'chirildi. Kech qolyaptimi? Iltimos kuting. Ketdik. Kuyov aniq kelmaydi. O'tirishdan foyda yo'q. Kuyov tomon keldi. Ona, opa, Marhamat, keling, o'tiring. sovg'alarni olib keldingizmi? Albatta. Yanan, sen juda ham ajoyibsan. Oyim bilan opam meni hisobimdan olingan deb o'ylashyapti. Gapingiz to'g'ri, lekin ular bu yerga hamma qarindoshlaringiz bilan kelishgan. Aytgancha, sizga qo'ng'iroq qilsam javob bermadingiz. Telefoningiz yaxshimi o'zi? Ertaga yangisiga almashtirib beraman. Kerak emas. Oyim aytdi, Janubda nikoh kunida kelinni qo'ng'irog'iga javob berish bu baxtsizlik olib kelar ekan. Shunday dedi. Sizga qo'ng'iroq qilsam baxtsizlik olib kelamanmi? Yo'q. Javob. nega- Linyalar, qani, tezroq keling. Ha. Nima? Mehmonxona ziyofati uchun pulni qaytaribdimi? Linyalar, tezroq kel. Ha, ketyapman. Ha, mana o'zlari keldi. O'qiganlar bizdan farqli, ularroq boshqacha bo'ladi-da. Biz unchalik madaniyatli emasmiz. Ha, Linyanan, u magistratura bitiruvchisi-ku, to'g'rimi? Unda ularning bolalari albatta zukko bo'ladi. Yanan katta kompaniyada ishlar ekanmi? Oylik maoshi 400-500 ming atrofida emish. Qancha?
Liniyalar qobiliyatli ekan. Yo'q, bularning hammasi halol mehnat. Katta shaharda xarajatlar ham yuqori. Shuning uchun maoshlari ham baland. Katta kompaniya baribir oddiy ishchida. Magistratura esa allaqachon eskirdi. Qarang, nomdor universitet bitiruvchilari bor, lekin ofitsiant bo'lib ishlashadi yoki bozorda savdo qilishadi. Bu vaqtincha qiyinchiliklar xolos. Albatta, ta'lim qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi. Ha, bilim odamga kuch-qudrat beradi deyshadi-ku. Bo'ldi, yetar. Sizni Jansuyingiz magistrant emasmi? Nima bo'ldi? Hali ham ota-onasining puliga yashayapti. Bunday deyishga qanday tiling bordi?